Tabriklasang bo'lar, sinfdosh. O'qishga kira olmabman. Ne? Ammo o'qishga kiribman. Zo'ru, ertaga sochib yuborsam bo'lar ekan unda. Yo'q, oyim aytdi, endi sen men tengilmas ekansan. Men o'qish tugatsam katta odam bo'lib ketaman. Endi menga uylanishing uchun yo seni puling, yo diploming bo'lish kerak. G'ururga nagruska qilding lekin. Bo'ldi, men ertadan ish topib soqqanni bosaman. Baribir senga uylanaman, qarab tur. Ko'ramiz. Ish topdim, sinfdosh. Oyga 10 milliongacha pul tushiryapman. Endi sochib yuborsam bo'lar-a? Eshitdim, oyim baribir dastavshikka bermaydilar. Tagingda samakatingdan boshqa narsang yo'q. Dadang ham dastavshik-ku. Tagida samakati ham yo'q. Zato men o'qish tugatsam, katta odam bo'lib ketaman. Avvalda yaxshi mashina ol, ko'proq pul top. Keyin o'ylab ko'ramiz. Mayli, unda chetga ketaman-da. Soqqanni bosib kelib, baribir senga uylanaman. Ko'ramiz. Rossiyada ishlab mashina oldim, sinfdosh. Endi sochib yuborsam bo'lar? Kobaltmi? Oyim rozi bo'lmaydilar bunga. O'zlaring ijarada tursang. Dadangda kobaltni baloni ham yo'q-ku. Men Rossiyada ishlab oyiga 1,5 ming dollardan pul jo'natyapman. Mixsent ilovasi orqali. O'zbekistondagi Lyuboy bank kartasiga pul jo'natsa bo'ladi. Naqd pul yuborsang ham bo'ladi. 15-noyabrga shunaqa yuborib tursam, damas yutib olsam bo'ladi. Zato men o'qishni bitirsam, katta odam bo'lib ketaman. Bitira olsam agar. Oyim avval uylarni remont qilib tuzukroq mashina olsin, keyin o'ylab ko'ramiz dedilar. Oyingni ham toza nafs och ekan deb boru. A? Ha mayli, yana ham ko'proq harakat qilaman. Baribir senga uylanaman. Qarab tur. Ko'ramiz. Oting nima endi sani? Xullas ishlarim zo'r bo'lib ketdi. Uy-joy, mashina, hammasini ikkitadan qilib yubordim. Endi puldan muammo yo'q. Bo'ldi, men roziman. Kakriz ish topolmay yurdim. Hozir zaksda o'tamiz, ota-onamga syurpriz qilamiz, ketdik. Ha, to'xta, gapimni oxirigacha eshit. Uylanishga qiz topib bo'ldim. Keyingi yakshanba to'yim. Seni to'yga aytgani keldim. Shu darajaga erishishimga sen bilan oyingni motivatsiyalari sababchi. To'yga o'tgina? Samakatdaligida tegib olsam bo'lar ekan. Ha, aytmoqchi. Oying ham o'tsin-a?